Assalomu alaykum Aliya Sultan 322 haqliq taom pishiriq salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz qo'rma turi, ya'ni yer yanqi to'xu go'shti qo'rmasi. Buning uchun ketadigan materiallar oldi bilan to'xuning ko'krak go'shtidan muvofiq miqdorda ushaq mushinchalik cho'nliqda to'g'rab olamiz. Undan keyin zanjivil, samsaq, g'o'l piyoz, qizil ko'kmuch, yeshil piyoz. Undan boshqa suvda yumshatib, po'sti so'yib etilgan yer yanqi meg'izi, ya'ni xasing meg'izi. Onundan başqa mao turdagi qizilmishlar. Agar ochiqni yaxshi ko'rsangiz, bu xil turdagi qizilmishlarni ishlatsangiz bo'ladi. Yaxshi ko'rmasangiz, mao ikki xil qizilmishni, ko'kmishni ishlatsangiz bo'ladi. Onundan başqa bu to'xu go'shtini oldi bilan ta'mlantirilish uchun ketilgan materiallar 60dan bir bal qo'shq atrofida kavovchidan mushunchilik, andan keyin kraxmal undan bir tomoq qo'shqidan ko'parak, 2 tomoq qo'shqidan ozroq, tuz, muvofiq miqdor tetig'idek tuz, bir tal tuxum, bir tomoq qo'shq atrofida tetim suv, ya'ni jon yo'q ketadi. Ma'o bo'lsa bir tomoq qo'shq atrofidagi ochiq suv, buni biz qo'rmani qo'rg'an vaqtida ishlatamiz. Xanım qizlar, oldi bilan to'xu go'shtimizni bir qachig'i silib, bir tal tuxumimizni chekib oldim. Anandaki ma'vo doğru dermeklerini boy tunuşturgan tuz, kavavichin, aqmuch, kraxmal uni, mush narsalarni silib, buni aralashtirib, 10 minutdan 15 minutgacha ta'mlantirsak bo'ldi. Xanım qizlar, boyaqi doğru dermek un eminasini quyib bo'lgan ki, ma tetim suvni quyishni unutibdim. Tetim suvni quyib etib, 10 minutdan 15 minutgacha ta'mlantiramiz. Buni obdan aralashtirib, og'zini yopib qo'yib qo'yamiz. Xanım qizlar, yağımız qizib tayyor bo'ldi. Mana yer yanqi meg'izi, buni maydan o'tkazamiz. Bismillah. Xanım qizlar, xasing meg'izimizni maydan o'tkazib oldik. Endi ikkinchi qadamda mana ta'mlantirib olgan go'shtimizni o'tkazamiz. Bismillah. O'tkazgan vaqtimizda bir chechildirib turib, tomlashib olmasin. Shunday holatda qizdirib turib, buni elashtirib turmasanlar may teshib ketmasin, ilib olsak bo'ldi. Xanım qizlar, mana go'shtimiz mayda qizdirib, pishib, shunday holatga kelgan vaqtda buni suzib ilib olamiz. Xanım qizlar, mana bu yer yanqi meg'izimiz bilan go'shtimizni, to'xu go'shtimizni maydan o'tkazib, pishiq holatga ekilib oldik. Endi qozonimizga azroq boya shu yer yanqi meg'izi to'xu go'shtini qizartib, pishirib ilib olgan maydan azroqni qoldirib qo'yib, bu qizigandan keyin ma'o ko'ktatlarimizni, ya'ni oldi bilan so'ng piyoz, ya'ni g'o'l piyoz bilan zanjibilni silib azroq qo'rib olgandan keyin kavovichin bir qo'shq atrofida pomidor qiyami, uningdagi azroq shakarni silib qo'rib ilib, andan keyin rad tartibi bo'yicha bu narsamizni solamiz. Maydan o'tkazib olgan buni silib, shu shakl bo'yicha qo'rib ilib olsak bo'ldi. Xanım qizlar, meyimizni qizib tayyor bo'ldi. Oldi bilan ham zanjibil bilan g'o'l piyozni solamiz. Bismillah. Bu sallam sag'irib qo'rilib olgandan keyin, andan shu bir qo'shq atrofidagi pomidor qiyamimiz bilan kavovichin, shakar, mush narsalarni silib, sal qo'rib, boy maydan o'tkazib olgan narsalarimizni silib, doğru dermeklerimizni silib olsak bo'ldi. Xanım qizlar, piyazimiz bilan zanjibil sal qo'rilib olgandan keyin kavovichin bir qo'shiq pomidor qiyam bilan azroq shakarni sevatdim. Endi bu aralashmalarimiz qo'rilib olgandan keyin boy maydan o'tkazib olgan barangi bilan go'shtimizni silib, bek uzun qo'rmaymiz xonimlar, chunki bu mayda pishib oldi emasmi? Buni ozlan bir necha elashtiriblam, boyqi qizilmuch, ko'kmuch, samsaq, ash narsalarimizni silib, azroq ochiq suv, tuz silib olsak bo'ldi juma. Endi bu sal qo'rilgandan keyin azroq tuz silib etdim xonimlar. Çünkü abiyamış qo'rimizga azroq kavovichin silib etdik, shunlashqa doğru dermeklerimiz tetiydi. Endi bu narsalarni sap bo'lgandan keyin boyqi samsaq, qizil ko'kmuchlarni solamiz. Agar ochiqni yaxshi ko'rsanglar, ila quritilgan qizilmuchni bilan qo'rib etgan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi. Buni bir ishga elashtirgandan keyin azroq suv quyib, tuzini tetib olsak bo'ldi, xonimlar. Mana xonimlar, qo'rmamizni qo'rilib tayyor bo'ldi. Endi buningga boy avaga ochiq suyimizdan
Bir tamak qo'shib atrofida quydim. Anandan keyin suvdan azroq, suvni bekchi quymaymiz jumi xonimlar buningga. Tuzini tetivag'idek quysak bo'ldi. Shuning bilan qo'rmamiz tayyor bo'ldi xonimlar. Xanım qızlar, mana yer yanqı to'qi go'sht qo'rmamizmi pishib tayyor bo'ldi. Bekmi ranglik, bekmi chiroyli qo'rm bo'ldi ya xonimlar. Oilada sinab boqasizlar, buniki tafsilotimi bek aniq surat ilingan bo'ldi. Tushunmagan o'rinlar bo'lsa, yana choyxona o'rnimizda davomli so'rsak bo'ldi. Allohga omonat.